Tok qorovuli bo'lish faqat kuchli odam uddalay oladigan mashaqqatli ish bo'lgani sababli, oqsoqol juvonning bu rolga haqiqatan ham loyiqligini sinab ko'rishga qaror qiladi. U qishloqliklardan biriga ishora qilib, uni juvon bilan qo'l siqishib kuch sinashishga chorlaydi. Juvon ularning gapirayotgan bir ogiz sozini ham tushunmasa-da, nima xohlashlarini osongina anglaydi. Og'zini tiymasdan qishloqlikning qo'lini bor kuchi bilan siqadi. Bu odam juvonga taklif tashlaganidan darrov afsuslanadi. Juvon hech qanday zor berayotgandek ko'rinmasa-da, uning qo'lini deyarli ezib yuboradi. Natijadan mamnun bo'lgan oqsoqol keyingi sinovga o'tadi. Ovchilik. U juvonga kamon berib, yovvoyi quyonni otishga ishora qiladi. Kamonni hech qachon ushlab ko'rmagan juvon, kamon otishni faqat olimpiada musobaqalarida ko'rgan edi. U qo'lidan kelganicha holatni taqlid qilib, oqni uzadi. Oq quyonga sal bo'lmasa tegmay ketsa-da, oqsoqol baribir ta'sirotlanib, uning urinishiga qarsak chaladi. Juvon nima bo'layotganini hamon tushunmasdan turganida, Lizzi va kichkina qiz savat ko'tarib uning oldiga kelishadi. Lizziga yaqindan qaraganida, u uni juda go'zal deb o'ylashdan o'zini tiya olmaydi. Uning endi o'zining kelini ekanligini anglash uni qizartirib yuboradi. Uning bu reaksiyasini ko'rgan oqsoqol, juvon ehtimol hech qachon ayollar bilan yaqin bo'lmagan degan xulosaga keladi. O'zicha kulimsirab, u yangi shakllangan oilaning bir-biriga o'rganishi uchun ularni tanho qoldirib ketishga qaror qiladi. Endi hamma ketganidan so'ng, Lizzi yanada asabiylashadi. U yangi eri bilan qanday muomala qilishni bilmasdi, ammo baribir xotinlik burchini bajarishi kerakligini tushunardi. U yerga ehtiyotkorlik bilan mato yozib, savatdan ovqatni chiqaradi. U juvonga ovqat tortadi, kichkina qizga bir ulush beradi va nihoyat o'ziga ham tayyorlaydi. Ular jimgina birga ovqatlanayotganda, atmosfera og'riqli darajada noqulay bo'ladi. Juvon bu keskinlikni qanday yumshatishni bilmasdi. Ularning tilini tushunmagani uchun, u hatto o'zini tanishtira ham olmasdi. Yana bir bor, u o'zini shu tasodifiy joyga tashlagan o'sha galati Santani ichida la'natlaydi. Shunga qaramay, chuqur ichida u minnatdorchilik ham his qiladi. Agar Santaning aralashuvi bo'lmaganida, u hech qachon shunday oilaga ega bo'lmasdi. Hamma ovqatlanib bo'lgach, qishloq oqsoqoli qaytib kelib, ularni yashaydigan Tok kulbasiga boshlab boradi. Tokka yo'l uzun, tik va mashaqqatli bo'lib, bu ayniqsa ochelangoch ona va qizi uchun juda qiyin kechadi. Juvon ularning qanchalik qiynalayotganini tezda payqab oladi. U tabiiy ravishda yordam bermoqchi bo'ladi. Lizzi tomon yurib boradi. U esa darrov taranglashadi. Juvon nima qilmoqchi ekanini bilmay. Juvon hamisha janob odam bo'lgan va ruxsatsiz hech qachon ayolga qo'l tegizmasdi. Afsuski, til tosigi tufayli u o'zini tushuntirish imkoniga ega emas edi va imo-ishora qilishga ham vaqt yetarli emasdi. Shuning uchun u shunchaki Lizzi va kichkina qizni qo'liga ko'tarib olib, Tok choqqisi tomon yurishda davom etadi. Ularni ko'tarib borar ekan, u ularning naqadar yengil ekanini his qiladi. Ikkalasi ham juda och qolganligi shundoq ravshan bo'lib qoladi. Bu fikr uning qat'iyatini yanada mustahkamlaydi. U ularning tilini o'rganishga yanada intiladi, toki ular bilan to'g'ri muloqot qilib, yetarlicha ovqatlanib, sog'lom va baquvvat bo'lib o'sishlarini ta'minlay olsin. Lizzi uning ko'nglida nima kechayotganini bilmasa-da, uning yuzidagi qat'iyatni aniq ko'radi. Uning qo'rquvi asta-sekin erib ketadi va ko'p o'tmay u hatto juvonning peshonasidagi terni artib qo'ya boshlaydi. Nihoyat ular Tok choqqisiga yetib kelishadi. Juvon ularni olib kelgani uchun oqsoqolga minnatdorchilik bildiradi. Oqsoqol ketgach, juvon endi uning uyi bo'lib qoladigan kulba tomon o'giriladi. Kohna bino juda yomon ahvolda edi va uning holatini ko'rib, u titrab ketadi. Yana bir sovuq kechani o'tkazish kerak bo'lishini anglab, hamon sovuqdan gudranib, u kulba ichiga kiradi. Lekin u yerda Lizzining ko'zlari yosh bilan to'lgan holda turganini ko'radi. Nima bo'lganini so'ramoqchi bo'ladi, ammo u ulgurishidan oldin Lizzi undan otib yugurib ketadi, uni yolg'iz qoldirib. Bir muddat yugurgandan so'ng, Lizzi yaqin atrofdagi ko'l yonida to'xtaydi. O'sha yerda uning tushkunligining sababi ravshan bo'ladi. Ular yoq paytda kimdir kulbaga bostirib kirib, egalik qilgan hamma narsalarni o'g'irlab ketgan edi. Idish-tovoq, stol, kamon, bolga, pichoq va hatto dehqonchilik ketmoni ham yo'qolgan edi. Hech narsa qolmagani sababli u hatto shikastlangan kulbani ta'mirlay ham olmasdi. Bu esa ularning tog'da yurgan yovvoyi hayvonlardan hech qanday himoyasiz, sovuq ayozda uxlashlariga to'g'ri kelishini anglatardi. Lizzi umidsizlikka botib o'tirganida juvon nihoyat unga yetib keladi. Uni topganidan yengil tortib, u qizning yuzidan oqayotgan yoshlarni payqaydi. U jimgina uning yoniga o'tirib, uni yupatish umidida qo'lini ohista qizning boshiga qo'yadi. Lizzi uning so'zlarini tushunmasa-da, u instinktiv ravishda juvon uni tinchlantirmoqchi ekanini his qiladi. Uning mehribonligi unga biroz tasalli beradi, ammo baribir bu shafqatsiz muhitda qanday omon qolishlari haqidagi tashvishini to'xtata olmaydi. Ularning kulbasi buzilib yotibdi va yangi eri esa og'ir jismoniy mehnat qilib ko'rgan odamga o'xshamaydi. Yaxshiyamki, kulbani ta'mirlash o'zi uddasidan chiqa oladigan ish deb o'ylardi. Asosiy muammo esa oziq-ovqat edi. Omon qolish uchun ular ovqat topish uchun ov qilishlari kerak, ammo juvon qurol ishlatishda hech qanday tajribasi yo'qday ko'rinardi. Miyasi son-sanoqsiz tashvishlarga to'lgan bo'lsa-da, u bilan birga bo'lganida yuragi galati tarzda tinch
his qilardi. Juvonni ko'rishning o'zi unga bir xotirjamlik tuyg'usini berardi va u qandaydir tarzda hamma narsani yaxshi tomonga o'zgartira olishga ishonardi. Bu his-tuyg'ular Liza uchun juda og'ir bo'lib qoladi va yana ko'z yoshlari yonoqlaridan oqa boshlaydi. Juvon uni bir muddat yig'lashiga imkon beradi. So'ng unga o'zining asl dunyosida hali juda yosh paytida ota-onasini yo'qotganini ohista aytib beradi. Hayot butunlay umidsiz ko'ringan bo'lsa-da, u qandaydir tarzda oldinga siljish uchun kuch topgan edi. Endi orqaga qarab hech qachon taslim bo'lmaganidan minnatdor edi. Chunki agar taslim bo'lganida, u hech qachon u bilan uchrashmagan bo'lardi. Aynan shuning uchun ham u qiz va uning onasini butun umri davomida himoya qilib, gamxo'rlik qilishni istardi. Liza uning gaplarini tushunmasa-da, ovozidagi samimiyatni aniq his qiladi. Uzoq vaqtdan beri birinchi marta u to'liq o'z himoyasini pasaytiradi. Juvonni quchoqlab, ichidagi barcha og'riqni chiqarib tashlaydi va uzoq vaqtdan beri o'zi ichida ushlab kelgan his-tuyg'ularini. Biroq kichkina qiz onasining yig'layotganini ko'rgach, darrov juvon uni xafa qilgan deb o'ylab qoladi. Xuddi avvalgi otasi qilganidek. Lizani himoya qilishga qat'iy azm qilib, u yugurib kelib, onasini undan ajratib olmoqchi bo'ladi. Buning o'rniga juvon kichkina qizni ham ohista quchoqiga tortadi. Juvon hamon qizning haqiqiy otasi kim ekanini yoki Liza nima uchun unga birinchi bo'lib ovqat taklif qilganini bilmasdi. Ammo bir narsani aniq bilardi. Ular endi uning oilasi edi. U ichida o'ziga va'da beradi. Iloji boricha eng yaxshi er va eng yaxshi ota bo'lishga harakat qiladi. Ularga tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada baxtli hayot bag'ishlaydi, toki ular boshqa hech qachon yig'lamasin. Oila his-tuyg'ularini baham ko'rib bo'lgach, ular kulbaga qaytishadi. Ichkariga kirishgach, xonani noqulay sukunat qoplaydi. Hech biri bir-birining oldida yig'lab yuborgandan keyin qanday harakat qilishni bilmasdi. Nihoyat juvon sukunatni buzishga qaror qilib, o'zini tanishtiradi. Ular koreys tilini tushunmasligi sababli u ismining har bir bo'ginini sekin talaffuz qiladi, toki ular takrorlay olishsin. Yaxshiyamki, Liza ham, kichkina qiz ham tez o'rganuvchan bo'lib chiqadi va deyarli darhol uning ismini to'g'ri talaffuz qilishga muvaffaq bo'lishadi. Shundan so'ng u ularga tomon ishora qiladi. Ularga ham o'z ismlarini aytishlarini so'raydi. Birinchi bo'lib Liza o'zini ehtiyotkorlik bilan tanishtirib, ismini talaffuz qiladi. Juvon uning chiroyli ismini maqtaydi. So'ng kichkina qizga qarab, unga ham o'zini tanishtirishni so'raydi. Kichkina qiz jimgina boshini egadi, chunki avvalgi otasi unga hech qachon ism qo'ymagan edi. Liza ham unga ism qo'ymagan edi, chunki o'sha erkak olganidan keyin hayot allaqachon nihoyatda og'ir bo'lib qolgan edi. Juvon uchun kimningdir hatto ismsiz o'sishi yurak ezuvchi holat edi. Shuning uchun u qizga o'zi ism qo'yishga qaror qiladi. Bir nechta variantlarni o'ylab ko'rgach, nihoyat bolaligidagi sevimli ertaklardan biridan ilhomlanib, Dorochi ismini tanlaydi. Kichkina qiz bu ismni darhol yoqtirib qoladi va juvonga bunday chiroyli ism bergani uchun xursandchilik bilan minnatdorchilik bildiradi. Uning tabassumini ko'rish juvonni baxtga to'ldiradi va u ichida qiz bir kun kelib xuddi eslab qolgan ertakdagi qahramon kabi baxtli yashashini umid qiladi. O'sha kuni kechqurun juvon kulba tashqarisida turib, tun bo'yi ochoqda yoqish uchun o'tin yorib turadi. Bir oz uzoqroqda Liza jimgina uni kuzatib, kun davomida sodir bo'lgan barcha voqealar haqida o'ylaydi. U pichirlab, o'zicha uning ismini takrorlaydi. Garchi bu ism u tushunmaydigan tildan bo'lsa-da, unga qandaydir tarzda nafis eshitiladi. Bu esa uni juvon haqiqatan kim ekani va u aslida qayerdan kelgani haqida o'ylashga majbur qiladi. Tugilganidan buyon hech qanday erkak unga mehribonlik bilan munosabatda bo'lmagan edi, na otasi, na hatto avvalgi eri. Aynan shuning uchun ham juvonning muloyim xatti-harakatlarini tushunish unga juda qiyin kelardi. Liza shu fikrlarga cho'mib turganida, juvon uni yolg'iz turganini payqab, unga qo'l silkitadi va hatto ismini aytib chaqiradi. Uning ovozi Lizani haqiqatga qaytaradi. Bu esa unga birinchi marta uni yaqindan diqqat bilan kuzatish imkonini beradi. U uning qora sochlari va qorong'i ko'zlarini payqaydi. Bu esa yaqinda eshitgan bir afsonani eslatadi. O'sha afsonaga ko'ra, uzoq bir qirollik urush girdobida qolganida, so'nggi chora sifatida boshqa dunyodan bir qahramonni chaqirishgan ekan. Rivoyatlarga ko'ra, o'sha afsonaviy qahramonning ham qora sochlari va qora ko'zlari bo'lgan ekan. Shunga qaramay, u bu fikrni tezda rad etadi. Afsonaviy qahramon bunday tashlandi qishloqda, hatto kimningdir quli sifatida yashashi mumkin emasligini o'ylab. U uning kimligi haqida o'ylashda davom etar ekan. Juvon allaqachon uning yoniga kelib qoladi. Unga yaqindan qaraganida, uning sochi va ko'zlari aslida sof qoradan ko'ra toq jigarrangga yaqinroq ekanini payqaydi. Ehtimol, u shunchaki oddiy bir erkakdir deb o'ylaydi. Aslida ko'pchilikdan biroz baland bo'yli, oddiy odam ekan deb. Bu anglash uning yuragini tinchlantiradi, ammo shu bilan birga uni galati tarzda hijolatga ham soladi. U hatto yuragi nima uchun shunday reaksiya bergani sababini o'ziga ham tushuntira olmasdi. Juvon uning tinimsiz o'zgarib turgan ifodalarni ancha qiziq deb topib, beixtiyor qo'lini cho'zib, ohista uning boshini silaydi. Liza uning teginishi ostida erib ketadi. Yuragida yoqimli iliqlik tarqalayotganini his qiladi. Uning yuzidagi tinch ifoda uni yanada yoqimli qilib ko'rsatadi. Bu esa juvonni xuddi gul sari intilgan asaldek uning tomon tortadi. Nima qilayotganini
ekanini o'zi ham anglab ulgurmasdan, u egilib, ohista uning lablariga opich qondiradi. Kutilmagan bu opich Lizini butunlay qotib qolishga majbur qiladi. U juvonning to'satdan shunday yaqin bir harakat qilishini hech kutmagan edi. Juvon ham o'z harakatidan xuddi shunday hayratda qoladi. Xijolat bosib, u darhol orqasiga o'girilib qochib ketadi. Ormon ichkarisiga qarab yurar ekan, u o'zini koyishdan to'xtata olmaydi. Ular bir-birlarini atigi bir kundan beri tanishlariga qaramay, beixtiyor Lizini opib qo'yganiga ishona olmaydi. Undan keyin u bilan qanday yuzma-yuz kelishni o'ylab turganida, u to'satdan o'zini niyat qilganidan ancha chuqurroq o'rmonga kirib ketganini anglab qoladi. U asta-sekin atrofga nazar tashlaydi. Kulbaga olib boradigan yo'lni izlar ekan, birdan u orqasida bostirib kelayotgan ulkan bir mavjudotni his qiladi. Yuzi taranglashib, juvon asta-sekin orqasiga o'giriladi va o'zi kabi deyarli ulkan, qo'rqinchli bir bori bilan yuzma-yuz keladi. Qo'rquv uni bir zumda chulgab oladi. Yuragi tez-tez ura boshlaydi. U jonini asrash uchun qochish kerakmi yoki turib, bu ulkan yirtqichga qarshi kurashish kerakmi, deb hal qila olmay qoladi. U yerda yotgan tayoqni mahkam ushlab, chuqur nafas oladi. Ruhiy jihatdan oldindagi jangga tayyorlanadi. Bori ham xuddi shunday oljasini qo'lga kiritishga qat'iy azm qilgan edi. Ikkilanmasdan u juvonga tomon otiladi, uning esa o'zini himoya qilish uchun faqat yog'och tayog'i bor edi. Juvon tezda tayoqni ikkovi orasiga ko'taradi, hujumni vaqtida to'sib qoladi. Borining otkir tishlari yog'ochga botib, unda qolib ketadi. Fursatdan foydalanib, juvon borining yuziga kuchli musht tushiradi. Zarba yirtqichni faqat battar gazablantiradi. Dahshatli kuch bilan bori tayoqni tishlab, uni ikkiga sindirib tashlaydi. Endi yana erkin qolgan uning halokatli jaglari hujumga tayyor edi. Juvon himoyada qolishning endi iloji yo'qligini anglaydi, u birinchi bo'lib hujum qilishga qaror qiladi. Ammo uning musht zarbasi tegishidan oldin bori uning qo'lini tishlab, otkir tishlari bilagiga botib, chuqur, katta yara qoldiradi. Juvon qo'lida chidab bo'lmas og'riq to'lqini yugurishi bilan beixtiyor orqaga qoqiladi. Xuddi butun qo'li olovga oralib ketgandek his qiladi. Ammo jarohatiga qaraganida hayratdan qotib qoladi. Terisidan haqiqiy alangalar chiqib turardi. Juvon ishonqiramay tikilib, bu sirli olov qandaydir sehr emasmikan, deb o'ylaydi. Bu ajoyib manzara unga bir zumda o'ziga ishonch bag'ishlaydi. Hatto bori ham cho'chib, yonayotgan alangalarga tikilib, ikkilanib qoladi. Bori chekinishga urinadi, ammo juvon uni qochirib yubormaydi. U oldinga otilib, alangalangan musht bilan yirtqichni ura boshlaydi. Zarba ustiga zarba boriga tushadi. Uning azob to'la uvillashi o'rmonda aks-sado beradi. Shunga qaramay, juvon rahm qilmaydi. Jonivor nihoyat yiqilib, butunlay jim bo'lib qolguncha urishda davom etadi. Jang tugagandan keyingina juvon holdan toygan holda yerga cho'kadi. Nafasini rostlashga va qolgan ozgina kuchini tiklashga urinadi. Dam olayotib, ko'zlari bir necha daqiqa oldin alangaga oralgan qoliga tushadi. U uni ehtiyotkorlik bilan tekshiradi. Kuyish izlarini yoki bori tishlab qoldirgan katta yarani kutib. Ammo hayratlanarli tomoni, terisida hech qanday iz yo'q edi. Bu esa uni o'zi hech qanday mashq yoki yo'l-yo'riqsiz sehrdan foydalanib yuborganmikan, deb o'ylashga majbur qiladi.